Bugungi kunda nima sotish emas, balki uni qanday qilib sotish eng muhim ahamiyatga ega. Endigi kunda sotuv menejerlarining asosiy vazifasi shunchaki mahsulot yoki xizmatni sotish emas. Hamma sotuvchi ham sizni mahsulotingizni sota olmasligi mumkin. Lekin bularni ko'rib, meniki ham shunaqa bo'lib qolar deb kutib o'tirish bu menimcha to'g'ri tanlov emas. Nafaqat kasbni siz tanlaysiz, balki kasb ham sizni tanlaydi. Agar siz ham o'z kasbingizga, o'z yo'nalishingizga boringizni bermas ekansiz, o'sha soha ham sizga borini bermaydi. Bugungi kunda nima sotish emas, balki uni qanday qilib sotish eng muhim ahamiyatga ega. Bu nima degani? Tasavvur qiling, oldinlari vaziyat nisbatan boshqacharoq bo'lgan. Ya'ni agar siz butun zavodingizda, butun ishlab chiqarish hajmingiz 100 ta telefon ishlab chiqara olsangiz, unga bozordagi talab 200 ta, 300 ta, 400 ta, balki undan ham ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Talabga nisbatan taklif kamroq bo'lgan. Va bu holatda nima deb o'ylaysiz? Endi sizdan sotuvchi sifatida yoki biznes egasi sifatida u darajada ko'p sotuv texnikalarini bilishingiz, chuqur o'rgangan bo'lishingiz, sotuv strategiyalarini suv qilib ichib olgan bo'lishingiz va uni zo'r tatbiq qilgan bo'lishingiz emas, balki mahsulotni ta'minlab qo'ysangizgina savdo yuravergan. Hozirchi, hozir nisbatan boshqacha. Bugungi kunda talabga nisbatan taklif ham haddan ziyod ko'p. Bugungi kunda mijozlarda qanday qilib sotib olish emas, balki qaysi mahsulotni sotib olish, balki sotib olish asosiy muammo emas, to'g'ri tanlov qilish asosiy muammoga aylandi. Bu vaziyatda sotuvchilarning ham vazifasi nisbatan o'zgaradi. Oldinlari sotuvchilar faqat mijozlarga mahsulotlar haqida ma'lumot berish va mahsulotlarni kerakli mijozlarga vaqtida yetkazib berish va eng asosiysi ana o'sha mahsulotlar polkada yoki omborda turishini ta'minlab berish bu savdoni yaxshi rivojlantiradigan omillardan biri bo'lgan bo'lishi mumkin. Bugungi kunda buni o'zi yetarli emas. Balki mijozlarning o'zi ham bemalol uyda o'tirgan holatda sotuvchini yordamisiz, sotuvchilarning ishtirokisiz bemalol mahsulotlarni sotib olish imkoniyatiga ega. Endigi kunda sotuv menejerlarining asosiy vazifasi shunchaki mahsulot yoki xizmatni sotish emas, balki mijozlarga individual yondashuv qilgan holda aynan ularni qiynayotgan muammolarni aniqlagan holda mahsulot taklif qilish bu eng asosiy vazifa hisoblanadi. Buni boshqa tilda aytadigan bo'lsak, flexibility, ya'ni moslashuvchanlik. Bugungi kunda sotuvchi qanaqadir o'zini konstruktiv pozitsiyasida emas, balki aynan mijozning ehtiyojiga, muammolariga, xohishlariga moslashuvchan yechim bera olish bugungi kundagi sotuv menejerlarining eng muhim soft skilllaridan, ya'ni yumshoq ko'nikmalaridan biriga aylandi. Ana o'shaning uchun bugungi kunda endi siz shunchaki polkada turib, shunchaki tovarni olib kelib qo'yib, o'zi ketadi shu joydan deyotgan bo'lsangiz, juda qattiq adashasiz. To'g'ri, istisnoli loyihalar bor. Ba'zi bir oziq-ovqat shoxobchalari, ba'zi bir oshxonalarni ko'ramiz. Na ularda brend bor, na ularda qanaqadir reklama kanallari bor. Sotuvchilari ham deyarli bo'lmasligi mumkin. Joylashgan manzili ham u darajada yaxshi joyda emas, lekin Xudo bir baraka bergan, u joyda odam uzilmaydi. Lekin bularni ko'rib, meniki ham shunaqa bo'lib qolar deb kutib o'tirish bu menimcha to'g'ri tanlov emas. Demak, biz sababini to'g'ri qilishimiz kerak. Bugungi kunda endi savdo menejerlari o'zini ustida oldingidan ham ko'proq ishlashligi kerak. Nega aynan raqobatchidan emas, balki aynan sizdan, aynan shu sotuvchidan sotib olish uchun nima sabablar borligini nima qila olish kerak? Sotuvchilar tushuntirib bera olish kerak. Albatta buni ham ilmi bor. Albatta buni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari, tartib qoidalari bor. Oldin yaxshi muloqot qilsa, oldin sal qo'shtirnoq ichida shustrik bo'lsa, sotuvchilarni sotuvchi qilib ishga olardik. Hozircha unaqa emas. Bugungi kunda sohaga qarab, yo'nalishga qarab sotuvchilarning ham turlari bor. Hamma sotuvchi ham sizga mos kelmasligi mumkin. Hamma sotuvchi ham sizni mahsulotingizni sota olmasligi mumkin. Bu juda ham e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa, chunki ko'pchilik tadbirkorlar bu sohada yaxshi ishlab turgan sotuvchini bu sohaga olib o'tsam ham bir xil natija ko'rsatadi deydi. Aksincha ko'p holatda bunaqa holat bo'lmaydi. Chunki o'ziga yarasha har bitta sohaning murakkabligi, o'ziga yarasha tartib qoidalari mavjud. Shu sababdan bugungi kunda agar siz sotuv menejeri bo'ladigan bo'lsangiz, ham marketing tomonlama, ham savdo tomonlama, ham insonlar bilan muloqot o'rnatish, ham muzokara olib borish bo'yicha juda puxta ilmga ega bo'lishingiz va bu bo'yicha doimiy o'z ustingizda ishlab borishingiz kerak bo'ladi. Endi bitta narsaga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Afsuski ko'pchilik sotuv sohasida ishlayotgan menejerlar o'zini bir muhim kasb egasi, buni umuman kasb sifatida qabul qilmaydigan sotuvchilar bor. Ya'ni qo'lni uchida yondashadi, borini bermaydi. Endi bitta narsada
agar siz ham o'z kasbingizga, o'z yo'nalishingizga boringizni bermas ekansiz, o'sha soha ham sizga borini bermaydi. O'sha sohadan baraka topishingiz ham qiyin bo'ladi. Ko'pchilik buni xuddi trampolin bosqichiga o'xshatadi. Ya'ni savdo bo'limiga shundoq kiraman, bir oy ishlayman, keyin boshqa bo'limga o'tib ketaman. Yo'q, siz qachon boshqa bo'limga o'tasiz? Bu sohada ham agar haqiqiy aqlli tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, u ko'rib turib haqiqatda natija bersangizgina keyin boshqa bo'limga o'tkazadi. Agar sizni bu yerda natijangiz yaxshi bo'lmasa, agar siz qarindoshingiz bo'lmasa, o'g'li bo'lmasangiz, boshqa bo'lmasangiz, sizni o'sha joyni o'zidan haydab yuborishi mumkin. Demak, bu joyda natija ko'rsata olmadimi? Boshqa bo'limda ham natija ko'rsata olmaydi. Bundan katta mas'uliyatni ham ishonib topshirib bo'lmaydi deydigan tushunchaga kelgan bo'lishi mumkin. Va yana bitta muhim narsa, hamma ham sotuvchi bo'ladimi? Yo'q, hamma ham sotuvchi bo'la olmaydi. Xuddi inson kasb tanlagani kabi, kasb ham o'zini insonni tanlaydi. Nima demoqchiman? Hamma ham shifokor bo'la olmasligi mumkin. Hamma ham aytishlik bo'la olmasligi mumkin. Chunki ikki xil odam bor. Ekstravert bor, introvert bor. Introvert odamlarni ichida bo'lishdan o'zini olib qochadi, lekin texnik ishlarni zo'r qiladi. Bunaqa inson balki IT bo'limiga to'g'ri kelar. IT sohasida yaxshi natija ko'rsatadi. Lekin ekstravertlar bor, odamlar bilan gaplashishga, muloqot qilishga, yangi insonlar bilan tanishishga qiziquvchan, tabiatan shunga moyil bo'ladi. Lekin unaqa odamni bitta kompyuter oldiga o'tkazib qo'yib, ertalabdan kechgacha mana shu ishni qilasan desangiz, u zavq olmaydi bu ishdan. O'shaning uchun nafaqat kasbni siz tanlaysiz, balki kasb ham sizni tanlaydi. Shu sababdan bugungi kunda to'g'ri sotuv texnikalari, to'g'ri sotuv strategiyalari va buni ilmini olgan holda ishga yondashuv qilish sizni ham xodim sifatida, ham loyiha sifatida bozordan raqobatchilardan bir necha barobar yuqori bo'lishingizni ta'minlab beradigan asosiy omillardan biri. Shu sababdan aytiladiki, tadbirkor bo'lsin, xodim bo'lsin, har doim o'zini 30% vaqtini o'zini nima deydi, shaxsiy rivojlanishiga, ilmini, bilimini oshirishga sarflash kerak. Bugungi kunda nafaqat biznesda raqobat oshyapti, balki xodimlar, kadrlar bozorida ham juda katta raqobat bor. Agar siz o'zingiz ustingizda ishlamaydigan oddiy qo'shtirnoq ichidagi sotuvchi bo'ladigan bo'lsangiz va siz bundan g'ururlanib yurgan bo'lsangiz, tabiiyki boshqa joyda sizdan ko'ra ko'proq vaqtini o'zini ustida ishlashga, o'zini yangi texnologiyalarni test qilib ko'rishga, topgan pulini qanchadir qismini o'zini shaxsiy rivojlanishiga investitsiya kiritayotgan sotuv xodimlaridan darajangiz ancha pastroq bo'ladi. Nafaqat darajangiz, balki sizga to'lanadigan pul ham shu darajada bo'ladi. O'shaning uchun bugungi kunda faqatgina tovarni o'zini olib kelib qo'ydim. Bo'ldi, endi klientini kutib o'tiribman. Men sotmasam ham, hech narsa qilmasam ham o'zi ketadi bu tovar desak, balki yanglishib qolishimiz mumkin. Endi biz nafaqat tovarni ta'minlab qo'yishimiz, balki uni qanday qilib sotish texnologiyalarini ham, uni qanday qilib sotish ilmini ham nima qilishga majburmiz? O'rganishga, bilishga, buni tatbiq qilishga albatta majburmiz. Endi nima demoqchiman? Qadrli do'stlar, xo'p, shunchalik aytdingiz, qayerda o'rganamiz, qanaqa qilib o'rganamiz desak, M-Factor biznes maktabi 3 yil davomida 2000 dan ortiq sotuv menejerlari, savdo bo'limi rahbarlarini bilimini, malakasini oshirishda hissa qo'shib kelyapti. Mana shu 2000 dan ortiq sotuv bo'limi rahbarlari u oddiy odamlar emas. Ular aql hushi joyida, daromad topadigan, pul to'lash qobiliyatiga ega bo'lgan aqlli insonlar. Lekin ular M-Factor biznes maktabini tanlagan holda o'zini savdolarini, o'zini tizimlarini borgan sari oydan oyga nima qilib boryapti? Tizimlashtirib boryapti. Men ko'p darslarda aytaman. Tasavvur qilinglar, sizlar bu yerda o'tiribsizlar, lekin raqobatchilar shu yerda yo'q. Ertadan keyin sizlarning muvaffaqiyat omilinglar bo'lishi mumkin aynan shu yerda o'tirganinglar. Mana shu bitta fikram, bitta insight ham sizlarni biznesda men o'zim guvoh bo'lganman. Bitta yaxshi qaror, bitta to'g'ri qaror biznesda 180 gradus natijasini nima qilib yuborishi mumkin? O'zgartirib yuborishi mumkin. Bu qanaqa qilib olinadi? Albatta yaxshi krug, yaxshi ilm davrasida olinadigan insightlar, bilimlar, tajribalar hisoblanadi. O'shaning uchun agar siz o'zingizni hurmat qiladigan biznes egasi yoki savdo bo'limi rahbari, sotuv menejeri bo'ladigan bo'lsangiz, kelajakda bu sohada o'sish, rivojlanish va yaxshi daromad qilish istagi bo'lsa, albatta biz sizlarni o'z maktabimizda ko'rishdan xursand bo'lamiz. Biz sizga bitta bo'lsa ham yaxshi bilim bera olsak, ilm bera olsak, yo'lingizda mana shu biznes sohangizda qanaqadir natijaga chiqishingizda hissamiz qo'shilsa, albatta bu butun boshli maktabimizni oliy maqsadiga erishdik deb hisoblaymiz. O'shaning uchun o'zingiz ustingizda ishlashdan, tajriba orttirishdan, bilim almashishdan hech qachon to'xtamasligingizni so'rab qolamiz. Hozircha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.